Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşining 52-chi qitimliq yig'iniga qatnashdi va Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk ishxonasining dokumentini sundi. Türk bayonotida ishxonaning Uyg'urlar va Tibetlarning asosliq kishilik huquq to'g'risidagi andishlarini izqo'lashga yordam berish uchun aloqa yo'li ochganligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk ishxonasining 8-oydagi Uyg'ur kishilik huquq dokumentida Uyg'ur avtonom rayonida xohlagancha tutib turish va oilani ayirish qatorliq og'ir andishlarni xotirlaganligini bayon qilgan Türk konkret izqo'lashni talab qildi. Dokumentda Uyg'urlar va rayondagi boshqa guruhlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilingan deb xulosa chiqarilgan edi. Atışşehirlik 1-o'rta maktabning o'qituvchisi, yozuvchi Setivaldi Kerimning 19 yillik kesilganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, Setivaldi Kerim Sharq Turkistonda sobiq ma'rif nazorati Sattar Savodning rahbarligida bir turkum mutaxassislarning qatnashishi bilan tuzilgan o'rta maktablar uchun Uyg'ur tili adabiyoti yangi darslik kitoblarining o'qitilishida ulgulik rol o'ynagan va bu vaqtdagi ta'sirotini bayon qilib, "Mening yangi darsxonam" nomli kitob yozgan ekan. Kanada Bosh ministri Justin Trudeau mustaqil alayda mufattishning Xitoyning yaqinqi saylamga aralashganligi to'g'risidagi ayblashni tekshirganligini bildirdi. Xabar qilinishicha, tayinlangan tekshiruvchi mufattish 2019 va 2021-yildagi federatsiya saylami to'g'risidagi maxfiy dokumentlarni tekshirib, kelgusidagi saylamga tavsiya beradi ekan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Amerikaning boshqa g'arb davlatlari bilan birlikda Xitoyning taraqqiyotini bosqirishga uringanligini aytdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xi Jinping Xitoy xalq qurultiyi 14-navbatlik umumiy yig'inining bir qismi sifatida o'tkazilgan suhbat yig'inida yer shari iqtisodiy va jug'rofiyalik siyosatida raqobatda bo'layotgan Amerikani bevosita ayblaydigan so'zlarni qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang agar Amerikaning davlatiga tutgan pozitsiyasi o'zgarmasa, Beijing bilan Washington o'rtasida to'qinishning muqarrar bo'lganligini aytgan. Qin Gang Tashqi ishlar ministri bo'lgandan buyongi tunji rasmiy bayonotida davlatining Rossiya bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirganligini ta'kidlagan. Qin Gang yana Washington hukumatini Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi Sharq krizisi va Tayvan masalasi sababli ayblagan. Xabar qilinishicha, ishg'oliyat ostidagi Evrdan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Jenin musulmonlar lageriga qilingan hujumda Isroil armiyasi 6 falastinlikni o'ldirgan, 26 odamni yaralandirgan.